Dükkan adam. Şöyle tanış şokun kapta değil. Плюс 30 градусов, а он в шапке. Juda zo'r xabar. Mana biz Hindistonning juda ham tarixiy joyiga keldik. Sizlarga ichkariga kirib obzor qilib beraman. Hamma joylarni ko'rasizlar. Ana shuncha odam, bu yakshanba bo'lgani uchun вообще odam ko'p. Bizga hayron bo'lib qarashyapti. Qatdan kelib qolgan bo'ladi. Плюс 30 градусов, но он в шапке. Hoyle, ketmayotganiga. Hozir bunaqa zinalardan chiqamiz. Katta. Oh xudo. Isib ketdim. Bor ko'chisi. Ba'zida gap qaytarsam og'zingda zambaraging bormi deylar. Sen nima deding? Banzarak deding. Masha otadimi? Ket. Bazı gecelerinde düşerdi pencerem varsın. Benim gözlerim. Senga qarashini qara. Oy, jonim. O'zini qo'shig'ini bildi, lekin qo'rqib ketdi. Bunga ingichka aytish kerak. Aylanishdan chiqdik, hozirlar bilan birgalikda pani-puri yeymiz. Qani ketdik. Mana bitta achchiq takoy souslari bor. Shuna qo'shib takoy qilaman. That's spicy. Yeah, I know.